Assalomu alaykum barchaga. Bugungi beradigan ma'lumotimiz Anatoliy Golubov, ukrainalik seleksioner. Bardo Tsvixranniy o'ta erta pishuvchi bardo muskat ta'mli uzumi haqida. Uzum bu yil bizni kolleksiyamizda yangi. Aprel oyining o'rtalarida o'sha priklad uslubida paymand qilganmiz, teri ostiga qoraga qora. Juda yaxshi tutgan, kuchli o'suvchi butasi. Mevalari yirik, 10-12 gram, uzum boshlari 600 gramdan 1 kilo, 1,5 kilogacha bo'ladi. Nihoyatda erta pishadi. Hatto o'sha padarik nisvitayadan 5 kun, 6 kun avval pishadi. 85-90 kun pishish muddati. Ta'mini ko'rdim, ta'mi nihoyatda yoqimli, qarsildoq, shirin, yoqimli muskat ta'mi bor.